Ati bugun qora futbolka kiyib keldim. Bunaqa tunab ketgan bo'lsa ham tumaloq bo'lib. Meni krasavchiligimni ko'rib, meni o'ynashlari sana qilishyapti, hingil qilishyapti. Aynonni ketdi. Krasavchik bo'lsanglar, mazza qizlar debdi bor. Rosa kuchli bo'lsa, shunaqa o'zinglarni osmon tutasizlar, bunday qilib qaramay o'tib ketasizlar, bunday qilib. Mashinamni mo'yka qildirishim kerak edi akalar, bugun zalga borishim kerak edi, lekin hammasini qo'yib qo'ygan joyim bor, sababi tek ishoninglar, o'zlariga qanaqa qilib e'tibor qaratishni bilishmayapti. Xullas, hammasiga qo'yib qo'ygan holatda akalar bugun tekin yeb icharga keldim. Yeyman-u, tekinga bo'lsa ichagam yeyman-u. Bilan ishlaydigan xursandchilik, Quvonch Beyni tug'ilgan kuni akalar. Buni ko'rsatdi, bochi kachoyligim bilan qatirib bochi. Mana akalar. Quvonch Bey, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Necha kirdingiz? 23 ga aka. Qo'lingiz necha qattiq? Shug'ullanamiz. Nima bilan shug'ullanasiz? 10 qo'lingizda, Quvonch Bey. 10 qo'lingiz qattiq ekanda aylanib ketdi. Ko'rib turganinglarda akalar, Quvonch Beyni betiga yana bitta Quvonch Bey tug'ilibdi bugun tug'ilgan kunida. Quvonch Beyni tug'ilgan kunida mana do'stlar biz non bilan kola ichib o'tiribmiz. Juda ham qiziqarli o'tyapti. Mazza. Mana bola bo'ladi, o'ta ham seryozni har qanaqa holatda aylanib ketdi. Juda ham qiziq bo'lyapti.